Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz yana Ahlan House kiyamiz. Bu yerda sotiladigan 4 ta uyimiz ketma-ketlikda chiqyapti. 4-etajda bitta, 5-etajda bitta va 6-etajda 2 ta uyimiz sotuvga chiqyapti. Videoni oxirigacha ko'rsalang, hamma ma'lumotlarni ketma-ketlikda aytib o'tamiz. Uyimiz 36 kvadratli uyimizdan boshlaymiz. Bir xonali bo'lyapti. Kirganimizda chap tomonimizda bitta alohida kattakon bo'lgan xonasi bo'lyapti. Va bu xonamiz ichidan balkonga chiqishimiz mumkin. Ko'rishlaring mumkin. Atrof manzaramiz juda ham chiroyli. Va bu xonamiz ro'parasida bu sanuzelimiz joylashyapti. Ko'rishlaring mumkin va buning yonida alohida oshxonamiz bo'lyapti. Gaz turbalari olib kirilgan. Santexnik kanalizatsiya ishlari bo'lgan. Bilasizlar, ko'p yangi domlarda gaz turbalari olib kirilmagan, hatto gazga ruxsat berilmagan. Bu domlarimizda gazdan muammo yo'q. Podezlarni qarang, juda ham kengligini, juda ham katta va keng holatda. Jami 3 tadan 6 ta uyimiz to'g'ri kelyapti. Har bitta etajda o'zining alohida liftlari bor. Liftlari 24/7 ishlaydi. Xo'p, bu bir xonali uyimizning narxini 18 ming deyishyapti. Qolgan 3 ta uylarimizning ma'lumotlari va narxini keyingi videomizda aytib o'tamiz.